Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, abituriyentlar. Demak, botanika darslarimizda o'tyapmiz. Demak, poya mavsum o'tdik o'tgan safar. Poya 5 ta qismdan iborat. Tashqi epiderma, keyin orqasida demak postparenxima, keyin lub o'rtasida elak, keyin kambi, keyin kisilema, ya'ni yog'och o'rtasida o'tkazuvchilar, keyin o'zak. Shunaqami? Demak, biz mana buni poya deb olib edik. Ya'ni biz mana buni poya deb tasavvur qildik. Demak, mana poya. Mana poya, to'g'ri? Misol uchun mana bu ham shoh. Misol uchun oladigan bo'lsak shoh, to'g'ri? Kurtakdan hosil bo'ladi dedik. Demak, mana ildizi bor. Qo'shimcha ildiz degan narsani o'tdik, ildiz mavzusida. Qo'shimcha ildiz qayerdan chiqarib bo'ldik? Qo'shimcha ildiz poyani yerga tegib turgan qismdan chiqadi, to'g'ri? Tuproq tortishni boisi shu edi. Tuproq tortishni boisi shu edi. Qo'shimcha ildiz qayerdan chiqar ekan? Poyani yerga yaqin qismidan. Bunday o'qilsak poya, demak, novda bu qanaqa poya? Ya'ni biz ko'rib turgan poya. Eshikni yo'qfaringlar aytamiz. Biz ko'rib turgan poya. Ana endi shunaqa poyalar bor ekanki, mana tuproq. Mana tuproq. Ular tuproq tagida bo'larkan poya, oddiy xalq buni, oddiy odamlar bu poyani bilmas ekan. Ya'ni oddiy odamlar, ya'ni biologiyani o'qimaydigan odamlar buni poya emas, ildiz deydi. Misol uchun mana sizlarga yerda tagida poya bor ekanda, yerda tagida bo'lganligi uchun, tuproq zinch bo'lganligi uchun yerda tagida o'zgargandan keyin poya shakli o'zgarib ketadi. Ya'ni shakli o'zgargan yer osti poyalari 3 taga bo'linadi. Tushunarli? Misol uchun mana poya, mana shu poya. Xuddi shu poya. Mana ko'ryapsizmi? Poyada qo'shimcha ildiz bormi? Bor. Mana asosiy ildiz bormi? Bor, qarang. Poyada kurtak bormi? Kurtak bo'lar poyada. Bor. Bunda ham kurtak bor. Mana poya. Bu poya qayerda? Bu poya qayerda? Yer tagida bo'lsa, barakalla. Yer tagida bo'lgandan keyin buni shakli o'zgargan. Ya'ni yer tagida bo'lgandan keyin bu poyaning shakli o'zgarib, qanaqa bo'lgan? Ya'ni ingichka bo'lib qolgan. Nimaga? Bu nimaga ingichka bo'lib qoldi? Chunki tuproq zinch uni qisib oladi. Misol uchun haqiqiy poyaga xos bo'lgan, haqiqiy poyada qo'shimcha ildiz bo'lsa, yer tagi ostidagi poyada ham qo'shimcha ildiz bor. Mana qo'shimcha ildiz. Bu poyani odamlar poya demaydi. Yer tagida o'sganligi uchun shakli o'zgarib ildizga o'xshab qoldi. Shuning uchun ildiz poya deydi. Bu ildiz poya degani, u poya faqat nimaga o'xshaydi? Ildizga o'xshaydigan poya, lekin poya. Tushundingmi? Ildizga o'xshaydigan poya, lekin poya. Ma'noga gap ketganini tushunamiz. Ana endi buni misolida mana agar maktabda subbotniy qilgan bo'lsalaring, betonni ziyda ajig'i degan o't bo'ladi. Uyda tozalaysizlarmi? Shu ajig'ni bitta tortsak, uzun bo'lib qadar chiqadi. To'g'rimi? O'sha nima deydi? Ajig'ni ildizni oldingmi deydi. Bu aslida ildiz emas. Bu nima bu? Poya ingichka, sababiki shakli o'zgarib ketgan tuproq tagida bo'lgani uchun. Ma'qul ma'noga ketganlik. Demak, bu ildiz poyalar ustidagi ekan. Faqat tuproq tagida bo'lganligi uchun shakli o'zgarib ketgan. Yana tuproq tagida shakli o'zgargan ildiz haqida, ya'ni poya haqida gaplashamiz. Bu poyaning haqiqiy poyaga o'z belgilarini barcha biologlar aytadi. Qo'shimcha ildiz bormi? Haqiqiysida ham bor. Kurtak bormi? Haqiqiysida bor. Bunda ham barg bo'ladi. Mana bunda barg bor. Haqiqiy poyada mana barg bor. Bunda ham barg bo'ladi. Faqat bargi yer ustiga chiqqanligi uchun sal qattiq qayishqoq uzun bo'ladi. Mana barg yer ustiga chiqqanligi uchun bigismon uchli bo'ladi. Barg ustiga chiqadi, yer ustiga. Tushunarli? Demak, bu shakli o'zgargan yer osti poya. Qanaqa poya? Ildiz poya. Qanaqa poya? Ildiz poya. Demak, bu qayerda o'zganligi uchun shakli o'zgarib qoldi? Yer tagida o'zganligi uchun shakli o'zgarib qoldi. Shunday ma'noga ketgan yaxshi. Yana endi tuproq tagida o'sayotgan bitta poya bor ekan, uni ham shakli o'zgargan. Misol uchun tuproq tagida bo'layotgan bo'lsa, qarang. Mana poya, to'g'ri? Shu poya katta qarang, mana poya. Poyadan qo'shimcha ildiz chiqadimi?
Ha? Mana bulardan qo'shimchalar chiqyapti. Poyadan qo'shimchalar chiqyapti. Qarang. Ha. Poyada kurtak bormidi? Poyada tepasida kurtak bor. Poyada bak chiqarmidi? Ana bak. Ha. Poyada bitta kurtak bor-ku, shu kurtak o'rtasida uzun gulban chiqadi. Keyin mana bunday gullaydi. Qaysisiga o'xshadi? Piyoz. Demak, piyozni ham poyasi qayerda bo'lar ekan? Tuproqni tagida bo'lar ekan. Tushunarli? Piyozni poyasi qayerda? Sizlar ovqat qilayotganlaringda piyozni ketib olib tashlaysizlar, bilasizlar? Nimaga desa, piyozni ketida zahari bor deydi. Shuncha olib tashlaymiz. Yo'q, piyozni ketida katta, yaxshi poyacha bor. Sizlar o'sha qirqqanlaring vaqtda poyani kesib o'tib mana shu yerdan qirqasizlar. Mana yerda nima sotib olasizlar? Poya, mana poyasi. Mana shu poyasi. Poyasi faqat qanaqa? Kalta. Bu piyozni ichida mayda qilishib turganlar-ku. O'sha poyadan chiqqan qanaqa biz o'sha? Poyadan chiqsa qo'shimchasizmi? Demak, biz piyozni kitini olamiz-da, mana bu qavat u poyadan chiqqan bar. Faqat shakli o'zgarib semirgan. Qavat bu bar joylashgan. O'sha bar qayerdan chiqibdi? Poyadan chiqibdi. Demak, biz piyozni kitini olgan vaqtda poyasini olib olamiz. Nimasini olib olamiz? Endi biz piyozni nimasini iste'mol qilamiz? Biz piyozni nimasini iste'mol qilamiz? Bargini. Mana bargini deymiz. Nimasini kesib olib tashlaymiz? Mana yerda gulbarni chiqib turadi. Agar o'sha yerga teginmasa, sharchaga o'xshagan gul hosil qiladi. Deb piyozni o'zi bo'lib chiqib turadi. Yashil bo'ladi-da, o'sha gulbar deyiladi. O'sha gulbarni deymiz. Agar tegmasa, o'sha gullab ketadi. Ma'lummi? Biz poyasini kesib olib, nimasini yarkamiz piyozni? Piyozni bargini deymiz. Agar piyozni shakli bilan tozalamay, shaklini olib tashlamay qovursak, xuddi daraxt qovurganday bo'lasan. Hech eshitganmisizlar? Bor, o'ringni poyasini qovuraymiz. O'rinimda arqada kesib, qozonda o'ringni poyasini qovurgan bo'lganmisizlar? To'g'rimi? Demak, biz piyozni nimasi deymiz? Bargi deymiz. Demak, piyoz ham shakli o'zgargan poya. Shakli o'zgargan katta poya. Eng katta poya piyoz. Bugun mavzu qiladi. Shunaqa? Ketdi. Yana bitta shakli o'zgargan poya bo'lgan. Harakatda ishlatdik. Xo'p. Mana urug'ni ikkidik. Tushunabsiz? Urug'ni ikkidik. Mana pastga qarab ildiz chiqdi. Mana tepaga qarab poya chiqyapti. Nima ekanmi? Poya. Mana tepaga qarab poya chiqyapti. Shoxlanyapti. Mana gullab beryapti. Tushunarli? Endi qarang. Ana endi biz tuproqni o'tkazib oldik. Kartoshkani dedik. Tuproqni poyaga yaqinlashtirib, uchburchak qo'yib qo'yamiz, to'g'ri? Shunaqa? Qumdik poyani. Endi qarang. Taqmashdilar. Xo'p. Poyada kurtak bo'ladi. Poyada nima bor? Biz tuproqni qumdik. Poyada nima bor? Kurtak. Mana misol uchun kurtakdan mana kurtak. Shu kurtak bo'rtida novda chiqyapti. Nima chiqyapti? Novda chiqyapti. Shu novdani chiqishiga nimadir qarshilik qiladimi? Qanaqadir qushmi, odamni kelib kir deb qarshilik qiladimi shu o'sayotgan? Daraxtdan shox chiqayotgan vaqtda kimdir shunday o'sishi bilan bolg'a bilan urib kirib yuboradi? Yo'qsa qaysidir qushlar kir deb turadi. Shunaqa kimdir xalaqit qiladimi? Chunki u yerga o'sadi. Hech kim xalaqit qilmaydi, quruqlikda havoda o'sadi. Endi biz aytdik, kartoshkaning mana poyasi edi. Shuni poyasini ko'p qo'ydik. Poyada nima bor edi? Kurtak bor. Tushunarli? Endi bu kurtakka farqi yo'q. Oziq kelsa, o'sish qovurisiga o'sib bo'libdi, burni orasidan chiqadi. Endi qarang. Endi qatnashdik. Mana bu kurtak bo'rti tasavvurlaydi. Poya chiqish kerak. Bu yerda poyani rivojlanishga nima qarshilik turadi? Tuproqmi? Demak, u so'radi, unga farqi yo'q. To'g'rimi? O'ssa bu qayib ketadi, qayib. Ikkiga bo'lib, tushundingizmi? Bu yerda poya nima chiqyapti? O'sib chiqyapti. Poyani o'tkazib qo'ygan sari tuproq qarshilik qilyapti, poya qanaqa shaklga kelib qolyapti? Qanaqa shaklga kelib qoldi? Dumaloq shaklga kelib qoldi. Tushundingmi o'zi? Shuni rasmni so'rang. Tushundingmi? Demak, bu bo'rtida
bu bo'rtidida. Poya chiqdida, bu buralibmi? Buralibmi? Qanaqa bo'lib qoldi poya? Nima deb olib qoldi? Chunki o'zi tik o'sish kerak. Tik o'sish kerak. Tuproq chiqadi, usoq bilan dumalab qoldi. Tutib olib qoldi. Ketdi. Bu ham usoq bo'lib qoldi. Nima dumalab qolyapti desam? Tuproq. Demak, buni poyani shakli mana bunaqa bo'lish kerak edi, qanaqa bo'lib qoldi bu? Dumalab qoldimi? Mana shunaqa shakli o'zgargan tuproqni tagida o'sib, shakli o'zgarib dumaloq bo'lib qolgan poyaga tugunak deyiladi. Bunaqa poyaga dumaloq bo'lgan tugilib qolgan deganida, tugilib qolgan poyaga hammamizga tashlangan kartoshka. Kartoshka o'sha dumaloq poya o'sha. Tushundingmi? Biz kartoshka yeymiz-ku. O'sha kartoshka poyani yeymiz deb o'ylasak. Endi boya gapni teskari. Endi haqiqatdan poya yeymiz. Biz kartoshkani nimasini yeymiz desa, mevasini siz xato qilasiz. Ildizini siz ham xato qilasiz. Biz gulini ham nimasini yerkamiz? Shoxini yerkamiz. O'sha dumaloq shox. Shuni yoshligiga qaytarsalar, yo ko'rkam shox edi. Faqat tuproq tayda o'sganligi uchun nima bo'lib qoldi? Dumaloq bo'lib qoldi. O'sha kartoshka har bittasida shox. Tushundingmi? Demak, bu shakli o'zgargan yer osti tugunakning ustilik deyiladi. Ma'qulmi? Demak, nolda tuproq tayda o'sarganda, shakli o'zgarib qoladi. 3 taga bo'lar ekan. Birinchisi poya, faqat sizga o'xshagan uchun poya. Ikkinchisi poya, kalta, piyoz boshqa o'simliklar. Piyoz nima hisobda yeymiz? Poyasi. Yaxshi. Demak, bu nima bu? Tugunak. Bu kartoshka. Ya'ni kartoshka aslida nimani? Poyani qanaqa bo'lib qolgani? Dumaloq bo'lib qolgan. Nima uchun dumaloq bo'lib qoldi? Tuproqda tayyor o'sganligi uchun yorib chiqarilib dumaloq shakliga kelib qoldi. Biz hozir poyani shakli o'zgargan yer osti poyalar haqida gapiramiz. Endi shakli o'zgargan yer usti poyalar ham bor ekan. Misol uchun mana poya, shakli o'zgargan yer usti poya. Mana shu poya kurtak yoritda chiqadi. Nima bo'ladi? Tikon bo'ladi. Misol uchun do'lanadi. Shakli o'zgarganda do'lanagan tikonchalar bo'ladi. Asli o'sha poya. Yoki ba'zi poyalar bor. Poya shakli o'zgaradi, poya gajak bo'lib qoladi. Poya shakli. Misol uchun tok. Tok bilasizlar, poyaga o'satga kelib jingalay bo'lib qoladi. Shunaqa? Demak, poyalar shakli o'zgarishga ikkiga bo'linadi. Shakli o'zgargan yer osti poyasi, shakli o'zgargan yer usti poyasi. Shakli o'zgargan yer ostiga 3 ta, yer ustiga kiradi. Tikon bo'lishi mumkin, gajak bo'lishi mumkin, jingalak bo'lishi mumkin va hokazo. Demak, poyalar muxtarliklar o'zgaradi. Demak, biz hozir poya mavzusida shakli o'zgargan yer osti poyalarni va shakli o'zgargan yer usti poyalarni. Shakli o'zgargan yer osti poyalardan haqiqiy poyaga o'z bo'lgan belgilar hammasini aytdik. Haqiqiy poyada bormi? Bularda ham bor. Tushunarli? Demak, narigi darsimizda bark tuzilishi, barkni ichki tuzilishi va anatomiyasi, fiziologiyasini o'rganamiz.